Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Prorektor 2025 dars jadvali tuzish dasturini qayerdan ko'chirib olish, kompyuterga o'rnatish va to'lov qilib sotib olish to'g'risida bu videomiz. Dasturni ko'chirib olishda ikki xil yo'li bor. Birinchisi bizni saytimiz orqali. Saytimiz prorektor.uz degan saytga kiradigan bo'lsangiz, bu joyda har bitta sahifasini pastida shu dasturda oxirgi versiyasi turibdi. Yuklab olish tugmasini bosib, bemalol kompyuteringizga ko'chirib olishingiz mumkin. Ikkinchi yo'li Telegram orqali. Telegramda bizning saytimiz bor, kanalimiz bor. Prorektor Channel. Ko'pchilik bu kanalda hozir bor menimcha. Shu kanalga ham dasturning oxirgi versiyasi tashlab boriladi. Mana установочный dastur. Buni рабочий stolga tashlab qo'yish tavsiya qilinmaydi, chunki bu bir marta o'rnatiladigan narsa xolos. Shuning uchun kompyuteringizdagi birorta diskda install degan papkagami saqlab qo'yish tavsiya qilinadi. Telegramdan chiqib ketsak ham bo'laveradi. Mana dasturni ko'chirib olganimizdan keyin endi ikkinchi qiladigan ishimiz uni kompyuterga o'rnatish. 2 marta sichqoncha bilan bosamiz. Bosganimizda hozirgi yangi Windowslar shunaqa himoya tizimi ishga tushadi. Ya'ni bu dasturni tanimayotganligi uchun подробный degan tugmani bosib, выполнить в любом случае degan tugmani bossak, dastur o'rnatilishni boshlaydi. Oldinga men kelishuv shartlarini qabul qilaman degan joyga belgi qo'yamiz. Kelishuv shartlari bu yerda yozilgan. Oldinga degan tugmani bosamiz va dasturda o'rnatilish papkasi. Bu joyga tegmaslik kerak. O'rnatish degan tugmani bosamiz. Shu bilan dastur o'rnatilib bo'ldi. O'rnatilgandan keyin рабочий stolda bunaqa odamchani rasmi chiqib qoladi. Biz tayyor degan tugmani bosamiz. Tayyor degan tugmani bosganimizda dasturda kirish oynasi paydo bo'ladi. Kirish oynasidagi yuqoridagi tugmalarda ishlatishda keyingi videolarda ko'rib chiqamiz. Hozircha dasturni ro'yxatdan o'tkazish haqida gaplashamiz. Mana bizning dasturimiz ro'yxatdan o'tkazilmaganligi uchun qizilda yozuv turibdi. Dastur ro'yxatdan o'tkazilmagan. Endi nima qilish kerak? Ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosamiz. Bosganimizda ro'yxatdan o'tish oynasi chiqadi. Ushbu oynada joriy o'quv yili uchun 2025-26 o'quv yili uchun dasturda summasi yozilgan bo'ladi. Hozirgi bugungi kun holatiga 75.529 so'm shu kompyuter uchun. Boshqa kompyuterda 75.000 boshqa summa chiqishi mumkin. Masalan 75.300 so'm, 75.450 so'm va 75.990 so'm chiqishi mumkin. Aynan o'sha summani to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Sababi biz tekshirayotgan paytimizda serverda mana shu summa bilan shu summa tekshiriladi, shu yozuv bilan. Sizning maxsus kodingizdagi oxirgi 3 ta raqam sizning to'lovingizdagi oxirgi 3 ta raqam bilan bir xil bo'ladi. 1 avgustdan oyliklar ish haqilari oshayotgan paytda dasturda narxi ham o'zgaradi. Shu joyda boshqa summa chiqib qoladi. O'shani to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Endi to'lov qilish uchun quyidagi kartalardan biriga pul o'tkazish kerak. Aynan shu summani. Mana bizda hozir men oldindan o'tkazib qo'yganman shu dasturni ro'yxatdan o'tkazish uchun. O'tkazib to'lov chekini ham tayyorlab qo'yganman. Mana to'lov chekini shu kompyuterga ko'chirib olib o'tish kerak. Rабочий stolga saqlab qo'ydik. Mana to'lov chekini. To'lov chekimiz hozir aytganimdek mana 75.529 so'm bo'lsa, to'lov chekida ham 75.529 so'm. Plastik karta raqamlari, shu yerdagi plastik karta raqami bilan bir xil. O'tkaziluvchi, ya'ni qabul qiluvchi odamning ism familiyasi ham bir xil va to'lov o'tganligi haqidagi ma'lumot ham bor. Shu ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. To'g'ri bo'lmasa to'lovingiz qabul qilinmaydi. Endi dasturni ro'yxatdan o'tkazishda ikki xil yo'li bor. Birinchisi shu dasturni o'zida, ya'ni shu oynani o'zida ma'lumotlarni kiritib, mana familiyangiz degan joyga o'zingiz familiyangizni yozasiz, ismingizni yozasiz. Undan keyin telefon raqamingiz, telefon raqamni plus bilan boshlash kerak.
Hı. Undan keyin ixtiyoriy izoh. Bu joyga nima yoziladi? Masalan, siz qaysi kompyuterga o'rnatyapsiz? Masalan, maktabdagi kompyuter yoki uydagi kompyuter deb o'rnatib qo'yishingiz mumkin, yozib qo'yishingiz mumkin. Uydagi kompyuter yoki bo'lmasam birinchi kompyuter, ikkinchi kompyuter. Agar ikkita, uchta kompyuterga olinadigan bo'lsa, birinchi kompyuter yoki ikkinchi kompyuter deb aniq yozib qo'yish kerak. Chunki keyinchalik aynan shu litsenziyani tiklash yoki shu litsenziya haqida birorta gap bo'ladigan bo'lsa, qaysi kompyuter uchun degan savol tug'iladi. Izohga nima yozgansiz degan savol tug'iladi. Shunda aytib berasiz. Demak, bu yuqoridagi oynalar to'ldirilgandan keyin to'lov chekini yuklash kerak. Bizning kompyuterimizda mana to'lov cheki turibdi. Fayl joylash degan tugmani bosamiz. To'lov chekini tanlaymiz va открытni bosamiz. Bosganimizda shu faylimizni yo'li, ya'ni to'lov chekimizning manzili paydo bo'lib qoladi. Undan keyin ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosishimiz mumkin. Men hozir buni bosishdan oldin ikkinchi yo'lini ham ko'rsataman. Qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish mumkin. Agar siz to'lov chekingizni kompyuteringizga o'tkazishga qiynalsangiz, u holda telefonda o'zidan bizni saytimizga kirasiz. Prorektor.uz degan saytga kirasiz. Bu sayt telefonda ham chiroyli ochiladi. Ro'yxatdan o'tish oynasiga kirasiz. Telefonda xuddi shu ma'lumotlarni kiritasiz. Ism, familiyangizni, telefon raqamingizni, dasturdagi maxsus kodni, demak, mana shuni aynan yozish kerak. Undan keyin izoh yozasiz. Ya'ni qaysi kompyuterga mana bu yerda izohga yozib qo'ygan. Masalan, maktabdagi kompyuter deb. Izohni yozasiz va to'lov chekini yuklaysiz. Telefoningizda shu tugmani bosib, telefoningizda saqlangan to'lov chekini yuklab, yuborish degan tugmani bossangiz ham ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz bu oynani to'ldirmaymizda, mana tayyorlab qo'ygan ro'yxatdan o'tish oynamizda ma'lumotlarimiz tayyor turibdi. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bosganimizda albatta sizning kompyuteringiz internetga ulangan bo'lishi kerak. Ma'lumot muvaffaqiyatli saqlandi, ya'ni ma'lumot serverga yuborildi. Agar to'lovingiz tasdiqlansa, birozdan keyin dasturingiz avtomatik ishlab ketadi degan yozuv paydo bo'ldi. OK deb bosaman va dasturdan chiqib ketaman. Endi dasturga yana qayta kirib ko'raman. Kirib ko'rsam, dastur ro'yxatdan o'tkazilmoqda degan yozuv chiqyapti. Avvalgi safar kirganimizda dastur ro'yxatdan o'tkazilmagan degan yozuv chiqqan edi. Mana bu tomonda bo'lsa, birozdan so'ng dasturga qayta kirib ko'ring. Endi siz yana bir marta ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, endi bu ishlamaydi. Dastur ro'yxatdan o'tkazilmoqda, birozdan so'ng kirib ko'ring degan yozuv chiqib turaveradi. Agar siz to'lovni yoki birorta ma'lumotni noto'g'ri qilib yuborgan bo'lsangiz, masalan, to'lovingiz tasdiqlanmagan bo'lsa, hali kartadan kartaga o'tmagan bo'lsa yoki boshqa faylni yuborgan bo'lsangiz, qayta bu joyga kira olmay qolasiz. Shu bilan boshqa kompyuterga o'rnatishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun to'lovni to'g'ri o'tkazib, o'sha summasini to'g'ri maxsus koddagi bilan bir xil bo'lgandan keyin, ishonchingiz komil bo'lgandan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasiga bosish tavsiya qilinadi. Mana biz endi server tomonidan shu kompyuter uchun to'lovni tekshirib tasdiqlab qo'yamiz hozir. Tasdiqlaganimizdan keyin mana boshqatdan kiradigan bo'lsak, mana endi dastur ro'yxatdan o'tkazilgan degan yozuv chiqdi. Endi bemalol dasturni ishlatish mumkin. O'quv yili davomida xohlagan kuni kiradigan bo'lsangiz ham dastur ro'yxatdan o'tkazilgan bo'ladi. Hamma funksiyalari to'liq ishlaydi. Mana ro'yxatdan o'tish tugmasini bosaman desam, dastur ro'yxatdan o'tkazilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.